9-may sanasi Farg'onali bog'bonni kuzatuvchi obunachilar, mana o'tgan yil ekilgan shoptolimiz, Andijon shoptoli lissi, mana 2 ta, 4 ta, 6 ta meva qilgan ekan. Do'stlar, shoptoliga nima deysizlar? Qaranglar. Vit. Mana mashinchalik bo'ladi-da bo'lsa. Mana qop-qora bo'layapti. Bu pishdi do'stlar, xudo xolasa bir haftaning ichida ezilib pishadi. Qaranglar, mana shoptolni ko'paytirish kerak. Mana do'stlar, o'tgan yil ekkanman. Bir yilda 6 ta meva qilyapti. Andijon shoptol lissiga. Baho beringlarchi, mana olib ko'rmagan joyi ham mana do'stlar, rang olyapti, qorayib. Nomi 957 27 nomidamiz. Farg'onali bog'bonda buni ishonchli ko'chatlarni sotib olishlari mumkin. Videoni shoptolga qiziqqan do'stlarga yuborib qo'yamiz. Mana holat. Va buni bilish o'ta zo'r. Do'stlar, sog' bo'lasizlar, Farg'onali bog'bonni kuzatishda davom etinglar. Mana 1 yillik natija.